Ko'r uni mashina haydash. Siz aytishingiz mumkin, qo'yjan, o'zingni qiynama. Bu dunyoda men o'zi hech narsa bilan ajablantira olmaysan desangiz, katta xato qilgan bo'lasiz. Ko'rdik. To'ppa-to'g'ri, 100% gapingiz to'g'ri. Rulni qo'yib yuborganlarni ko'rdik. Passajir tomonga o'tib olganlarni ko'rdik. Yo'lda chaqchuq qilganlarni ko'rdik. Ko'rdik yo'lda uxlaganlarni. Lekin, To'g'ajon, qo'l va quloq orqali qaysi mashinada turganingizni aniqlab bilasizmi? Buni siz bilan birga hozir ko'rib o'tamiz. Asad aka, kech chiqdikmi nima yo'lda bironta odam yo'q-ku. Hozir bir yo'l chiqolmaysiz. Yo'lga chiqdikmi, значит odam topamiz. Mana shu do'kon kiramizmi, do'kon? Ana shu yerdan как раз hozir bir kishini olsak bo'ladi. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Yaxshi, siz uzr bezovta qilganim uchun. Akajon, 5 daqiqa vaqtingiz bormi? Endi nima so'rashga qara. Короче, men hozir bitta mashina minib kelganman. Hozir ama bilan ko'zingiz, rahmat. Ko'zingizni bog'lab, olib chiqamiz. Mashinaga o'tkazamiz. Mashinani men haydaysiz? O'tkazamiz. Mashinani men haydayman. Siz faqat aytib berishingiz kerak. U qanaqa mashinaligini. Agar mayli, bir martada emas, ikkinchi martada, birinchi yoki ikkinchi martada to'g'ri topsangiz, sizga zo'r bonusimiz bor. Tamam, gel. Eshitib olamiz? Bo'lmasa ko'zingizni bog'laymiz. Mikrofonni taqib olamiz, biroq. Bog'lam, nima bermadimi? Yo'q, normal. Normalmi? Kepkani kiysak bo'ladimi? Bemalol. Bu nechi? Qaysi? Ana bu, ko'rmayapsizlar. Bo'lmasa boshladik. Keling aka. Asta-asta. Ko'ryapsizmi mashinani? Yo'lim ko'rmayman. Keling. Asta-asta zinapoya bor. Asta-asta. Yana bitta. Bo'ladimi? Yuring, 2 qadam yuramiz, yana bitta lesinsa. Yo'q. Asta. Keling. Ana eshikni ushlang. Ha. Mashina ushlang. O'siz mashinada mindingiz. Baland ekan. Ha. Qani bismillah. Ham xayol bilan bilib ismingizni ham so'ramabman. Ismim Behruz. Behruz aka, ismim Asad. Bemalol apshifkalarga tegilib ko'ring. Eshiklarga tegilib ko'ring. Lekin da, luki bor. Hozircha qaysi mashinaligini aytishga shoshilmang. Men sizga hozir nimasini ko'rsatmoqchi? Mashinani yumshoqligini va tez yurishini. Mashinada qanaqadir ovoz eshitilyaptimi? Yo'q. Yo'lga ham chiqib oldik. Hozirda 20 bilan ketyapmiz. Потише, brother, потише. Biroz zerikmang, hammasi meni nazoratim ostida. Endi o'zingiz baribir Buxorodan, Buxoroni yo'llarini mendan yaxshi bilasiz. Shunday afsuski. Xo'p, Behruz aka, qarang, Buxoroni eng yomon yo'llariga ham kirib oldik. Tushunishingiz uchun aytaman, hozirda ballonni ichidagi dam bosimi 3.2. Обычно odamlar где-то 2 bilan yuradi. Даже 1.8 bilan yuradiganlar ham bor. Men nima demoqchi? Hozir siz bu ko'chani ko'rasiz, siz hayratda qolasizki, qanday qilib bu mashina bu ko'chada bu darajada yumshoq yurdi deb. Xo'p, Behruz aka, Labbi. men sizga o'zi primerni mashinani tushuntirdim. Tortishi, baland past ko'chalarga kirdik. Diqqat savol. Bu qanaqa mashina? Endi birinchi e'tibor bergan narsam bu baland ekan. Da, mashinamiz crossover. Keyin salondan ko'janidi kelibdi. Salon to'liq nappa koja bilan ishlangan, ya'niki yozda isib o'zidan yomon hid chiqarmaydi. Lyuki bor ekan. Panorama lyuki bor. Shu endi bizlar o'tirgan uspokойся, brat. Meni qarab bo'lsa buni endi. Eshitib turganingizda ovozi ham baland emas, quloqqa yoqarli darajada ovozi bor. Siz mana shoshilmay turing, fikrim esimdan chiqib ketyapti. Endi nima demoqchi edim? O'tirgan mashinalarimdan kimta Liga o'xshab ketyapti, Li 9. Xo'p. Qarang, bizada priz bor dedim.
Birinchi javobingiz, значит, Li9, to'g'rimi? Ha. Ikkinchisini aytaverasiz, nimaki bu Li9 emas. Li9 dan ancha yaxshiroq mashina. Qimmatroqmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Endi Li9 dan yaxshi desangiz, demak, juda qimmatroq-da. Bo'lmasa hozir mashinadan bitta tushamiz. Tashqarisini men sizga primerni tasvirlab beraman. Bu yog'ini yana bir o'ylab javobingizni aytasiz. Хорошо. Ketdik. Mehruz aka, qarang, sizga yordam tariqasida aytaman. O'zbekiston bozoriga rasmiy kirib kelgan mashina. Tak. Bitta variantim bor. Menimcha shu EV9 bo'lsa kerak. Gapingizga 100% aminsiz. Da. Siz topgan ikkita variant ham noto'g'ri. Ana endi bemalol ko'zingizni ochib, qanaqa mashinaligini bilsangiz bo'ladi. Voy! O'zimiz chempionmi? Gap yo'q, вообще o'ylamagan edim bunaqa ekanligini. Da eshitgandim, lekin shu bu itali вообще gap yo'q, gap yo'q. Mashinani yumshoqligi sizga yoqdimi? Gap bo'lishi mumkin emas, вообще на самом деле aytganlarda bor ekan. Gap yo'q. Tortishi yoqdimi? Tilojiz вообще, tilojiz. Mashinaning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada narxini so'rang, kommentariyada qolamiz. Sizdan bitta like, bizdan esa mehnat. Hammalaringizga rahmat. Hammalaringizni BYD avtosalonida kutib qolamiz. Keyingi odamimiz kim bo'lishini xohlaysizlar? Siz